Men o'zim ko'zimga yosh kelyapti. Mana shunaqa narsa qilgani uchun biz insonmiz, baraka topkurlar, o'zbekmiz. Imom Buxoriy agar shu narsani nima uchun kelganimizni ham men bilmayapman-da. Biz Imom Buxoriyning avlodlaridanmizmi rostdan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ro'zalariga kirdik, duolar qildik-da. Ka'baga kelib turib shu ishlarni qilayotgan bo'lsanglar, bilmadim. Men tilim ojiz, siqilmay onajon, hammasi zo'r bo'ladi. Inshaalloh sizni yaxshi joyga joylashtirib, o'tkazib, omlantirib, boringizga shukur. Sog' bo'ling. Xursand bo'lsangiz bo'ldi. Sizni xursandchiligingiz eng davomlisi. Uyalingizgina Alloh hammamizga insof bersin. Ценность человека раскрывается не в успехе, а в том, как он ведет себя в трудные